Hozir yangi obyektimizning interyer dizaynlari tayyor bo'ldi. Hozir tez tanishtirib o'tamiz. Kirilishimizni kirganimizda bu yoqda o'ng qo'limizda общий komnata, chap tomonimizda zal. Zal ikkita zonaga ajratilgan, mягкий zona, stul. Tepaga ikkinchisiga chiqib o'tirish. Chap qo'limizda детский komnata. Bu yoq tarafda mana sanuzilimiz, dushovoy, unitaz, rakvina, kir mashinalari bilan stroyni chiroyli bo'lib turadi. Qaramizda o'ng tomonda oshxonamiz, astrovok, stroyni xolodilniklar bilan chiroyli bo'lib turadi. Ketamiz zinadan ikkinchi etajga chiqqanimizda ikkinchi etaj hovlimiz, mягкий zona, TV zona qilib berganmiz. Bu yerda qizlarning xonasi, make-up zona, TV zona. Bu yoqda spalnimiz, bu yoqda garderobimiz. Keyingi xonamiz, bu yoqda garderob bo'lyapti, общий garderob. Bunaqasiga uzun garderob tushadi. Bu yoqda взрослый spalnimiz, spalniy zona, make-up zona, рабочий stol, TV zona. Bu yoqda garderoblari joylashgan. Keyingi xonamiz, sanuzilimiz, bu yoqda vanna, unitaz, rakvinalar bilan cho'tki bo'lib turadi. Bu yoqda взрослый spalniy. Bunaqasiga отдельный bo'lib garderob xonamiz tushgan. Bu yoqda spalniy zona, bu yoqda рабочий zonamiz. interyer dizaynimizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, Remont jarayonlarini qo'yib boramiz. Bizga podpiska bo'lib, bizdan kuzatishdan to'xtamaydi.